21-yanvar kuni viloyatimiz bo'ylab qish o'zining haqiqiy qiyofasini namoyon etdi. Kun davomida yog'gan qor nafaqat vohamiz manzarasini o'zgartirdi, balki ko'pchilik yurtdoshlarimizga quvonch va qish fasliga xos zavq ulashdi. Biroq noqulay ob-havo, sovuq harorat va shamol kommunal tarmoqlarda va yo'llarda qator noqulayliklarni yuzaga keltirdi. Shundan kelib chiqib tegishli xizmatlar tomonidan zarur chora-tadbirlar amalga oshirildi. Muxbirimiz mavzuga e'tibor qaratadi. Kuni bilan yoqqan qor shahar va qishloqlarga o'ziga xos tarovat bag'ishladi. Yo'llar, bog'lar, ko'chalar va hovlilar oppoq qorga burkandi. Odamlar qishning bu go'zal ne'matidan bahramand bo'lish uchun ko'chalarga chiqishdi. Farzandlar bilan qor o'ynab, suratga tushdi. Biroq tabiat inom etgan ushbu go'zallik bilan birga ayrim noqulayliklar ham kuzatildi. Ayniqsa, ayrim hududlarda elektr ta'minotida vaqtinchalik uzilishlar qayd etildi. Qorning ko'p yog'ishi va havo haroratining pasayishi elektr tarmoqlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada ayrim mahallalarda elektr energiyasi vaqtincha o'chdi. Bu esa aholi kundalik hayotida ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Shuningdek, qor yog'ishi yo'llarda harakatlarni ham ancha murakkablashtirdi. Asfalt qoplamalari sirpanchiq holatga kelib qoldi. Ko'rish pasaydi. Ayrim haydovchilar uchun avtomobilda harakatlanish ancha qiyin kechdi. Noqulay ob-havo sharoiti ana shunday muammolarni keltirib chiqardi. Biroq shunday vaziyatda tegishli xizmatlar o'z vazifasini mas'uliyat bilan bajarishdi. Xususan, viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari shahar va viloyat yo'llarida tartibli harakatni ta'minlash maqsadida kuchaytirilgan tartibda faoliyat olib borishdi. Sovuq havo va qor yog'ib turganiga qaramasdan, inspektorlar yo'llarda navbatchilik qilishdi. Haydovchilarga yo'l harakati qoidalariga rioya etish bo'yicha tushuntirishlar berishdi. Eng muhimi, inspektorlar amaliy yordamni ham ayamadilar. Yo'llardan chiqib ketgan yoki to'xtab qolgan avtomashinalarni qayta harakatga keltirishda, haydovchilarga to'g'ri yo'l ko'rsatishda ularning hissasi katta bo'ldi. Bu esa yo'l transport hodisalarining oldini olishda muhim omil bo'ldi. Joriy yilning 21-yanvar kuni Xorazm viloyatida ob-havo sharoiti keskin o'zgarib, qor yog'ib, yo'llarda harakat ishtirokchilarining harakatlanishlarida bir necha noqulayliklar tug'dirdi. Ushbu jarayonlarda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari, Xorazm viloyati avtomobil yo'llari boshqarmasi, obodonlashtirish boshqarmasi va mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda ushbu muzlamalarni, qorlarni tozalash borasida bir necha ishlar olib borildi. Asosan ushbu qorlarni maxsus texnikalar yordamida tozalash ishlari olib borildi. Shuningdek, yo'llardagi muzlamalarni bartaraf qilish maqsadida kum, tuz aralashmalari sepilib, yo'llardagi harakat xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar amalga oshirilib, bu boradagi ishlar izchillik bilan olib borilmoqda. Asosan viloyatimiz hududida kechqurunlari ob-havo keskin o'zgarib, sovuq ob-havo sharoiti kutilmoqda va muzlamalar hosil bo'lishi kutilmoqda. Shu o'rinda barcha haydovchilarimizdan zarurat bo'lmaganda avtomashina boshqarmasliklarini va yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Noqulay ob-havo va ko'p miqdorda qor yog'ishi tufayli yo'llarimizda sirpanchiqlar yuzaga kelgan va bu sirpanchiqlarni oldini olish maqsadida jami viloyatimiz bo'yicha 117 ta transport shay holatga keltirilgan va 1500 tonna kum tuz zaxiramiz mavjud. Korxonamizda hozirgi kunda avtogrederlar va kum tuz zaxirasini sepish avtomashinalari va ekskavator gulchiqlar hozirgi kunda 24 soatlik ish rejimida ishlamoqda. Elektr ta'minoti korxonalari xodimlari ham ushbu murakkab vaziyatda siqildan mehnat qilishdi. Uzilishlar yuz bergan hududlarda avariya qutqaruv brigadalari tunu kun ishga jalb etildi. Har bir murojaat tezkorlik bilan ko'rib chiqib, mutaxassislar joylarga yetib borishga harakat qilishdi. Avariyalar soni ko'p bo'lganiga qaramasdan, tegishli xizmatlar barcha muammolarni imkoniyat darajasida qisqa fursatda bartaraf etishga intildi. Albatta, noqulay ob-havo sharoiti elektr ta'minoti xodimlari uchun ham muayyan qiyinchiliklarni tug'dirdi. Qor va sovuqda ishlash, ayrim hududlarga yetib borish oson kechmadi. Biroq rejadan biroz ko'proq vaqt sarflangan bo'lsa-da, elektr energiyasidagi uzilishlar bosqichma-bosqich bartaraf etildi. Natijada aholiga qulaylik yaratish, hayot tarzini izchil davom ettirish ta'minlandi. Iste'molchilarimizni kuz-qish mavsumida shu uzluksiz elektr energiyasini ta'minlash maqsadida 60 ta avariya brigada tashkil qilingan. Bunda injener texnik xodimlarimiz va elektromontajlarimiz bor. 160 ta xodimdan iborat brigadalarimiz tayyor. Kechagi ob-havodan uzilishlar bo'ldi. Haqiqatan viloyatimizning ayrim tumanlarida shu avariya brigadalarimiz zudlik bilan joyiga chiqqan holda bartaraf qilib choralar ko'rildi. Tuni kuni 24 soatlik navbatchilik tashkil qilingan. Dispetcherlik bo'limiga chiqishning iloji bo'lmasa, avariya holatda o'tishganda 1154 qisqa raqamli ishonch raqamimiz bor va 1051 raqamlarga bemalol telefon qilib, o'zlarining manzilini, avariya o'tish holatlarini aytadigan bo'lsalar, iste'molchilarni borib zudlik bilan joyida avariyani bartaraf qilib, elektr energiya bilan ta'minlash choralari ko'rildi.
Tabiatning bunday sinovli kunlarda jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va aholiga xizmat ko'rsatishda fidokorona mehnat qilayotgan barcha xizmatchilar o'z vazifalariga mas'uliyat bilan yondashganligini ko'rish mumkin. Ana shunday hamjihatlik va mehnat tufayli noqulay ob-havo sharoitida kundalik hayot o'z iziga tushdi.